Demak, darsni boshlaymiz. Kasrlar. Birinchi navbatda kasrlarni qo'shish va ayirish. Kasrlarni qo'shishda demak 1/2 keling, 1/3 ni qo'shib ko'ramiz. 1/2 ga 1/3 ni qo'shishda demak kasrlarni umuman qo'shishda birinchi navbatda ularga umumiy maxraj tanlab bilishimiz kerak. Demak 2 bilan 3. Umumiy maxraj o'zi nima degan? Umumiy maxraj shuki, maxrajlar ga bo'linadigan son. Masalan, 2 ga ham, 3 ga ham bo'linadigan son bu 6. Demak, 2 ga ham, 3 ga ham bo'linadigan son bo'lishi bu 6 hisobladik. Demak, 2mizni 6 bo'lish uchun buni 3 ga, 3imiz 2 bo'lishi uchun esa buni 2 ga ko'paytirib olamiz. Shunda nima bo'ladi? Umumiy maxraj yoziladi 6. Umumiy maxraj yozildi. Demak, 3 karra 1 3, 2 karra 1 2. Demak, javob 5/6. Ayirish ham xuddi shunday. Keling, 4/5 ni 4/5 dan ayiramiz 3/4. Demak, bu kasrni ayirishda qo'shishga o'xshagan xuddi qo'shishday ham bo'ladi. 5 va 4 ga bo'linadigan son bu 20. Demak, 5imiz 20 bo'lish uchun 4 ga, 4imiz 20 bo'lish uchun esa 5 ga ko'paytiriladi. Demak, bu umumiy maxraj yoziladi 20 16 minus 15. Xo'sh, demak 1/20. Demak, kasrlarni qo'shish va ayirish xuddi shunday amalga oshiriladi. Keyingisi, masalan, bizda endi kasrlarni qo'shish, ayirishni qisman ko'rib o'tdik. Endi kasrlarni bo'lish va ko'paytirish. Xuddi shu kasrlarni ko'paytirib bo'lib ko'ramiz. Keling, 1/2 ni ko'paytiraylik, 1/3. Kasrlarni ko'paytirishda qisqaradigan sonlar bo'lsa qisqartiriladi, bo'lmasa surat bilan surat, maxraj bilan maxraj ko'paytiriladi. Hozir bu yerda qisqaradigan son yo'q. Aytganda qisqaradigan sonlar bizda diagonal holatda bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu holatda bo'lmaydi. Faqat perpendikulyar yoki vertikal qisqartirishimiz mumkin. Bu yerda qisqartiradigan son yo'q. Surat bilan suratni, maxraj bilan maxrajni ko'paytirib qo'yamiz. Keling, qisqaradigan sonlardan bir nechta tanlab ko'raylik. Bularga masalan 4/6 ko'paytirilgan 8/10. Mana bular qisqaradigan sonlar, ya'ni 4 va 6 2 ga qisqaradi. 2 ga qisqaradi degani bular 2 ga bo'linadi degani. 4 2 ga bo'linsa 2, 6 2 ga bo'linsa 3. Xo'sh, 8 va 10 ham qisqaradi. 8 va 10 ham keling 2 ga qisqaradi, ya'ni 2 ga bo'linadi. 4 5. Bizda nima qoldi? Birinchi kasrdan 2/3 qoldi, ikkinchi kasrdan 4/5 qoldi. Mana endi qisqarmaydi. Surat bilan suratni, maxraj bilan maxrajni ko'paytiramiz. 8/15. Demak, ko'paytirish xuddi shunday amalga oshiriladi. Endi bo'lish. Bo'lish. Keling, 1/2 ni bo'lamiz 1/3 ga. 1/2 ni 1/3 ga bo'lgan, ya'ni kasrlar, oddiy kasrlarni bo'lishda birinchi kasrning o'zi bo'lishni ko'paytirishga almashtiriladi va ikkinchi kasrning teskarisi yoziladi. Bu yerda qisqaradigan sonlar yo'q. Surat bilan suratni, maxraj bilan maxrajni ko'paytiramiz. 3/2. Demak, mana shunda davom ettiramiz. Keling, mana bu sonlar hozirgi 4/6 ni bo'lamiz 8/10 ga. Eslab olamiz, kasrlarni bo'lish uchun nima qilardik? Birinchi kasrning o'zi bo'lishni ko'paytirishga o'zgartirib, ikkinchi kasrning teskarisi yoziladi. va qisqaradigan sonlarimiz bor.
4 bilan 8 qisqaradi. Ya'ni 4 bilan 8 bo'linadi 4 ga. 4 4 ga bo'linsa 1, 8 4 ga bo'linsa 2. Xo'sh, 10 va 6. 10 va 6 ham qisqaradi 2 ga. 10 2 ga qisqarsa 5, 6 2 ga qisqarsa 3. Javob 1 taqsim. Javob aytgancha 1 taqsim 3 birinchi kasrdan, ikkinchi kasrdan 5 taqsim 2 qolyapti. Demak, surat bilan suratni, mahraj bilan mahrajni ko'paytirib yoziladi. Demak, kasrlar ko'paytirish va bo'lish, qo'shish, ayirish shulardan iborat edi. Xo'sh, endi bir noma'lumli tenglamalarga o'tsak. Bir noma'lumli tenglamalar. Bir noma'lumli tenglamalar. Bir noma'lumli tenglamalar yoki chiziqli tenglamalar ham deb ataladi. Keling, juda ham oddiysidan bitta boshlab ko'ramiz. Oddiyrog'idan boshlab ko'radigan bo'lsak, 5x minus 15 ga 5x ning 15 minus 10. Xo'sh, 5x ning 25 ga x ning 5 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, ikkinchi murakkabroq keladigan bo'lsa, nima ish qilinar edi? Masalan, 5x plus 10 ga teng bo'lar ekan 15 minus 4x bo'lsa. Xo'sh, ozod sonlar bir tomonga, noma'lumlar bir tomonda ishorasini teskari qilib o'tkazib, bu 9x teng 5 ga x teng 5 taqsim 9 ga teng bo'ladi. 5 taqsim 9 ga teng bo'ladi. Davom etamiz. Davom etadigan bo'lsak, keling yanada murakkabroq ko'rib o'tamiz. Kasrli bo'lsin. Yo'q, birinchi qavsli ko'raylik. 3x minus 2 teng 14 ga bo'lsin. Bunda 15x minus 10 teng 14 ga, 15x teng 24 ga, x teng 24 taqsim 10 ga. Mana bu onlayn emasda. Ha? 15. Ko'rinmoqda? Xo'sh, davom etamiz. Murakkablashtirib boraveramiz. Masalan, bizda bo'lsin. Qanday? Masalan, 4 demaydi,